Farzandingizga hamma qarshi, sinf rahbari, maktab direktori, qo'shnilar yoki qarindoshlar hamma uni ayblayapti, unga bosim o'tkazyapti. Shu paytda u kimga suyanadi? Kimdan yordam kutadi? Albatta sizdan. Eng katta xatoyimiz begonalarning gapiga ishonib, ularning oldida o'z bolamizni urishimiz yoki kamsitishdir. Odamlar nima deydi, ustozingdan uyat emasmi degan gaplar hammasi bolamizni begonalarning oldida himoyasiz qilib qo'yadi. Mening qoidam shunday: begonalarning oldida farzandim uchun qalqon bo'laman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, unga ortiqcha gapirtirmayman. Uning aybi bo'lsa ham, uni boshqalar bilan birga emas, balki uyga kelganda, yolg'iz qolganimda bosiqlik bilan tushuntiraman. Farzandingiz shuni bilsinki, dunyo unga teskari bo'lsa ham, uni tushunadigan va himoya qila oladigan ota-onasi bor. Agar u sizdan o'sha suyanchiqni topmasa, ko'chadan, begonalardan qidira boshlaydi. Bolangizni boshqalarga yem qilib bermang. Uning sizdan boshqa tayanchi yo'q.